Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson, pensiyaga chiqishga yaqin turgan har bir fuqaro va ota-onasining, buyisi yoki bobosining pensiyasiga yordam berib kelayotgan har bir farzand uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap shunchaki pensiya kamaydi degan mish-mish haqida emas. Ayrim holatlarda pensiya to'lovlari to'xtatilishi, qayta hisoblanishi, ortiqcha to'langan pul qaytarib talab qilinishi yoki ayrim shaxslarning pensiya olish huquqi tekshiruvdan o'tkazilishi mumkin. Men bugun sizga kimlar xavotir olish kerak? Kimlar bemalol pensiyasini olishda davom etadi? Qaysi xatolar odamni katta muammoga olib keladi? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta kichik beparvolik sabab odam bir necha oy pensiyasiz qolib ketishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday muhim ijtimoiy va huquqiy yangiliklarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avval pensiya tizimi ko'proq qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, tashkilotdan olingan ish staji hujjatlari, arxivdan topilgan maosh ma'lumotlari asosida yuritilardi. Odam pensiyaga chiqqach, pensiya jamg'armasi uning hujjatlarini ko'rib, pensiya tayinlar edi. Keyin odam har oy bank kartasi orqali yoki naqd shaklida pensiyasini olardi. Ko'p hollarda keyingi tekshiruvlar juda kam bo'lgan. Ayrim ma'lumotlar esa yillar davomida yangilanmay qolgan. Endi vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi, soliq organlari, fadyo, bandlik organlari, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, banklar, migratsiya va boshqa tizimlar orasida ma'lumotlar tezroq solishtirilmoqda. Oldin biror holat qog'ozda yashirin qolgan bo'lsa, hozir elektron bazada ko'rinib qolishi mumkin. Masalan, fuqaro vafot etgan bo'lsa, lekin uning kartasidan yana pul yechib yurilgan bo'lsa, bu tekshiruvga tushishi ehtimoli oshadi. Yoki nogironlik pensiyasi olayotgan odam qayta tibbiy ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, tizim to'lovni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Eng asosiy narsani men aniq aytib qo'yay. Hammaning pensiyasi olib qo'yilmaydi. Qonuniy pensiya olayotgan, hujjatlar to'g'ri, yashash holati va huquqi tasdiqlangan odamlar vahima qilmasligi kerak. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar bor. Ular e'tiborli bo'lmasa, pensiya to'lovida uzilish bo'lishi mumkin. Muammo ko'pincha davlat pensiyani olib qo'ydi degan gapda emas, balki hujjat kechikkan, ma'lumot yangilanmagan, tibbiy ko'rikdan o'tilmagan, ishonchnoma muddati tugagan yoki ortiqcha to'lov aniqlangan bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyasini bir necha oy davomida olmagan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, bir pensioner bobomiz qishloqda yashaydi, bank kartasi bor, lekin kasalligi sabab 3-4 oy davomida kartasidan pul yechmaydi. Farzandlari ham kartani ishlatmaydi. Tizimda pensioner pensiyasini olmayapti degan signal paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya butunlay yo'q bo'lib ketmaydi, lekin to'lov tartibi tekshirilishi, fuqaro tirikligi, yashash joyi, huquqi aniqlashtirilishi mumkin. Agar odam haqiqatan ham tirik va pensiya olish huquqiga ega bo'lsa, kerakli hujjatlar taqdim etilgach to'lov tiklanadi. Lekin vaqtida murojaat qilinmasa, odam nega pul tushmayapti deb o'ylab yuraveradi. Ikkinchi xavfli holat vafot etgan shaxsning pensiya kartasidan foydalanishdir. Buni men juda jiddiy ogohlantiraman. Masalan, ona vafot etdi, lekin uning kartasida pensiya tushishda davom etdi. Farzandi esa baribir onamning xarajatlari, marosim xarajatlari bor edi deb pulni yechib oldi. Agar vafot sanasidan keyin ortiqcha pensiya to'langan bo'lsa, bu pul qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zan odamlar bilmasdan ham xato qiladi. Lekin qonunda bilmasdim degan bahona har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun oila a'zosi vafot etsa, FHDIO orqali o'lim qayd qilinishi bilan birga pensiya to'lovlari bo'yicha ham masalani aniqlashtirish kerak. Merosxo'rlar ayrim hollarda vafot etgunga qadar hisoblangan, lekin olinmay qolgan pensiya summasini qonuniy tartibda olishlari mumkin. Ammo vafotdan keyingi oylar uchun tushgan pulni oddiy qilib olib ishlatish to'g'ri emas. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan shaxslar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo qayta tibbiy ko'rik muddati. Masalan, fuqaroning nogironlik guruhi 1 yilga belgilangan bo'lsa, u belgilangan muddat tugashidan oldin yoki vaqtida tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tish kerak. Agar u kechiksa, tizim nogironlik tasdiqlanmadi deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Keyin fuqaro qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjatlarini olib boradi, lekin orada 1-2 oy pul tushmay qolishi mumkin. Ayrim holatda orqadagi oylar ham qayta hisoblanadi. Ayrim holatda esa huquq tasdiqlangan sanadan boshlab to'lanadi.
Shuning uchun muddatni kutib o'tirmasdan hujjatlarni oldindan tayyorlash zarur. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu pensiya odatda marhumning qaramog'ida bo'lgan bolalar, ayrim mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun tayinlanadi. Lekin bola bo'lintaj yoshga to'lgach, agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, bir yigit bo'lintaj yoshga to'ldi. Kollej yoki universitetga kunduzgi bo'limga kirdi. Lekin pensiya jamg'armasiga o'qish haqida ma'lumot yetib bormadi yoki kechikdi. Natijada o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi to'xtashi mumkin. Agar u sirtqi o'qishga o'tgan bo'lsa yoki o'qishni tashlagan bo'lsa, huquq o'zgaradi. Shu sababli farzand umrdagi yoshga yaqinlashganda bu masalani oldindan tekshirish kerak. 5-toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu yerda ham odamlar ko'pchaliklashadi. Pensioner vaqtincha davolanishga, farzandinikiga yoki ishlash uchun boshqa davlatga ketishi mumkin. Bunday holatning pensiyaga ta'siri fuqarolik, doimiy yashash joyi, ro'yxat bank orqali olish tartibi va amaldagi shartlarga bog'liq. Masalan, buvi Rossiyadagi qizining oldiga akasi oyga ketdi. O'zbekistondagi kartasiga pensiya tushyapti. Qizi kartadan pul yechyapti. Agar barcha hujjatlar qonuniy, ishonchnoma yoki vakillik tartibi to'g'ri bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin pensionerning tirikligi, doimiy yashash holati yoki kartadan foydalanish qonuniyligi bo'yicha savol tug'ilsa, to'lov vaqtincha tekshiriladi. Shuning uchun chet elga uzoq ketishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z holatingiz bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish olib qo'yish foydali. 6-toifa ish staji yoki maosh hujjatlarida xatolik bor pensionerlar. Oldin arxiv ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgan, ish yillari 2 marta hisoblangan, boshqa odamning maoshi adashib kiritilgan yoki soxta ma'lumotnoma berilgan bo'lishi mumkin. Endi elektron bazalar solishtirilganda bunday xatolar chiqib qolsa, pensiya qayta hisoblanadi. Masalan, bir kishiga 2 yil staj bilan pensiya tayinlangan, keyin tekshiruvda 4 yil hujjat tasdiqlanmadi. Natijada uning pensiyasi 2 million 300 ming so'mdan 2 million 100 ming so'mga tushishi mumkin. Agar ortiqcha to'lov bir necha yil davomida berilgan bo'lsa, farqni qaytarish masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Bu juda og'ir holat. Ayniqsa pensionerning yagona daromadi pensiya bo'lsa. Shuning uchun har bir hujjatning manbasi aniq bo'lishi kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz qonuniy bo'lsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, yashash joyingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, hech qanday soxta ma'lumot ishlatilmagan bo'lsa, pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, vahima qilishga hojat yo'q. Tizimdagi tekshiruvlar asosan huquqni aniqlashtirish, ortiqcha to'lovlarning oldini olish, vafot etgan yoki huquq tugagan shaxslarga noqonuniy to'lov ketmasligini ta'minlash uchun qilinadi. Keling, oddiy misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol. 67 yoshli pensioner oyiga 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. U kasalxonada yotgani uchun 5 oy davomida kartadan foydalanmagan. Kartada 9 million so'm yig'ilib qolgan. Tizimda bu holat shubhali ko'rinishi mumkin. Chunki pensioner mablag'ni olmagan. Bank yoki pensiya jamg'armasi shaxsni tasdiqlashni so'rashi mumkin. Pensioner pasport yoki ID karta bilan bankka boradi. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi, muammo hal bo'ladi. Bu yerda pensiya olib qo'yilmadi. Faqat shaxs va huquq aniqlashtirildi. Ikkinchi misol, yetim 2 yoshli ayol vafot etdi. Uning kartasiga yana 2 oy pensiya tushdi. Jami 3 million 600 ming so'm. O'g'li kartani bilgan va pulni yechgan. Keyin ma'lumotlar solishtirildi va vafot sanasidan keyingi to'lov aniqlandi. Endi o'g'ildan ushbu pulni qaytarish talab qilinishi mumkin. Agar u men bilmaganman desa ham. Vafotdan keyingi pul marhumaning qonuniy pensiyasi sifatida qolmaydi. Bu oilalar uchun juda muhim saboq. Vafotdan keyingi kartadagi har bir tushumga ehtiyot bo'ling. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning guruhi 2025 yil iyungacha belgilangan. U iyun oyida ko'rikdan o'tishi kerak edi, lekin avgustgacha bormadi. Iyul va avgustda pensiya to'xtadi. Sentyabrda ko'rikdan o'tdi. Nogironlik yana tasdiqlandi. Endi to'lovni tiklash uchun tibbiy xulosa, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza kerak bo'ladi. Agar kechikish uzrli sabab bilan bo'lsa, masala alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin har doim ham hamma oylar avtomatik qaytariladi deb o'ylash xato. 4-misol, bu o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan qiz Olimpik yoshga to'ldi. U universitetga kunduzgi bo'limga kirdi. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmadi. Pensiya to'xtadi.
Keyin u ma'lumotnoma olib bordi. Agar huquq uzluksiz tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin hujjat kechikishi sabab bir necha oy asabiylashish, idora yurish, bankda pul kutish kabi muammolar paydo bo'ladi. Oldindan bitta ma'lumotnoma olib topshirilsa, bularning oldi olinadi. Birinchi nozik masala, pensiyaning to'xtatilishi bilan pensiya huquqining bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmagani uchun. Huquq esa faqat qonunda ko'rsatilgan asos bo'lsa o'zgaradi yoki tugaydi. Shuning uchun telefon orqali sizning pensiyangiz to'xtadi degan gapni eshitsangiz, darhol vahima qilmang. Sababini yozma yoki rasmiy tartibda aniqlang, qaysi hujjat kerak, qaysi muddat o'tib ketgan, qaysi ma'lumot mos kelmagan. Ikkinchi nozik masala bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lish. Ko'p oilalarda bu odatiy holat. Buvining kartasi nevarasida, boboning PIN kodi o'g'lida. Oila ichida ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan muammo tug'iladi. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, pulni boshqa odam olib berishi kerak bo'lsa, buni ishonchnoma yoki qonuniy vakillik orqali rasmiylashtirish ma'qul. Aks holda ertaga nizo chiqsa, masalan, boshqa farzand onamning pensiyasini akam olib ishlatgan desa, bankdagi operatsiyalar tekshiruvga tushadi. Uchinchi nuans, ortiqcha to'lov har doim ham pensioner aybdor degani emas, lekin pul masalasi baribir ko'tariladi. Ba'zan xatoni idora qilgan bo'ladi. Ba'zan eski tashkilot noto'g'ri ma'lumot bergan bo'ladi. Ba'zan fuqaro bilmasdan noto'g'ri hujjat topshirgan bo'ladi. Agar sizdan ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinsa, darhol qo'rqib hamma narsaga imzo qo'ymang. Avval hisob kitobni so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi sabab bilan, qancha summa, qaysi qaror asosida. Agar kelishmovchilik bo'lsa, yuqori turuvchi organ yoki sud tartibida e'tiroz bildirish huquqingiz bor. 4-nuans. Ishga kirish pensiyaga har doim ham bir xil ta'sir qilmaydi. Yoshga do'yib pensiya oladigan ko'plab fuqarolar ishlashda davom etishi mumkin. Lekin ayrim ijtimoiy nafaqalar, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq holatlar yoki nogironlik bo'yicha ayrim qo'shimcha to'lovlarda bandlik holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, ishlamaydigan shaxsga beriladigan to'lovni olayotgan odam rasmiy ishga kirsa, bu to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun qo'shnim ishlayapti, pensiyasi kamaymadi, demak menda ham kamaymaydi deb xulosa qilish noto'g'ri. Har bir pensiyada turi alohida tekshiriladi. 5-nuans, yashash manzili o'zgarsa, uni beparvo qoldirmang. Toshkentdan viloyatdan boshqa tumanga ko'chdingizmi? Ro'yxat o'zgardimi? Pasportdagi ma'lumotlar yangilandimi? Bular pensiya ishida aks etishi kerak. Ayniqsa eski pasportdan ID kartaga o'tganlar, familiyasi o'zgargan ayollar, nikoh yoki ajrimdan keyin hujjatlari o'zgarganlar ehtiyot bo'lsin. Ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, tizimda xatolik chiqishi mumkin. 6-nuans, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hozir ayrimlar pensiyangiz to'xtaydi, men tiklab beraman. Kartangizga pul tushishi uchun kodni ayting. Pensiya jamg'armasidanman. SMS kodini yuboring deb aldashi mumkin. Hech qachon karta raqamingiz, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kodni begona odamga bermang. Pensiya masalasi bank kartasidagi maxfiy kod orqali hal qilinmaydi. Rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki pensioner ota-onangizga yordam bersangiz, men quyidagi amallarni bajarishni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniq biling. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki qo'shimcha kompensatsion to'lovmi? Ko'pchilik hammasini pensiya deb ataydi, lekin huquqiy tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib yoki rasmiy xizmatlar orqali pensiya turini, tayinlangan sanani, miqdorini, asosini tekshirtiring. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport, JSA-shir, pensiya daftarchasi bo'lsa, u bank kartasi, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomalari, nikoh yoki o'lim guvohnomalari kabi hujjatlarni bitta papkaga yig'ib qo'ying. Hujjatlar eski, o'qilmaydigan, muhrlari noaniq bo'lsa, ularni oldindan yangilash yoki tasdiqlatish kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, agar pensiya tushmay qolsa, avval bankni tekshiring, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ba'zan muammo pensiyada emas, bank kartasida bo'ladi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami o'zgargan, texnik uzilish bo'lgan. Bankdan ma'lumot oling. Agar bankda muammo bo'lmasa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Og'zaki gap bilan chaylanmang, ariza yozing.
Arizada menga tayinlangan pensiya to'lovi qaysi sababga ko'ra to'xtatilganini yoki kamaytirilganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam. Nogironlik bo'yicha muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati qachon tugaydi? Qayta ko'rik qachon, qanday tahlillar kerak? Qaysi poliklinikadan yo'llanma olinadi? Bularni oxirgi haftaga qoldirmang. Ayniqsa qishloq joylarda shifokor qabuliga yozilish, tahlil topshirish, hujjatlarni yig'ish vaqt oladi. Bir oy oldin tayyorgarlik boshlasangiz, pensiyada uzilish bo'lish ehtimoli kamayadi. 5-qadam. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan o'quvchi yoki talaba bo'lsa, har o'quv yili boshida o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda talabaning FIH, ta'lim shakli, kursi, o'qish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lsin. Kunduzgi bo'limi yoki sirtqimi? Bu muhim. Ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga topshirganingizdan keyin qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini sanab qo'ying. 6-qadam. Vafot holatida qonuniy tartibni bajaring. Oila a'zosi vafot etsa, uning kartasiga tushgan keyingi pulni ishlatishga shoshilmang. Avval FDYO hujjatlari bank va pensiya jamg'armasi bilan masalani aniqlang. Vafot etgunga qadar hisoblangan. Lekin olinmagan pensiya bo'yicha merosxo'rlar yoki oila a'zolari qonuniy murojaat qilishi mumkin. Lekin vafotdan keyingi davr uchun tushgan to'lov boshqa masala. 7-qadam. Agar sizdan pul qaytarish talab qilinsa, hujjat talab qiling. Qaror nusxasi, hisob-kitob jadvali, ortiqcha to'lov davri qonuniy asos bo'lishi kerak. Agar siz hisob-kitobga rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Men ushbu qaror bilan rozi emasman. Qayta tekshirishni so'rayman deb ariza yozish mumkin. Kerak bo'lsa, yuristdan maslahat oling. Ayniqsa summa katta bo'lsa, masalan, teksi million, 20 million, 30 million so'm deb chiqsa, bunday holatda shoshilinch imzo qo'yish xavfli. 8-qadam. Yaqinlaringizning pensiya kartasini ishlatayotgan bo'lsangiz, hammasini qonuniy qiling. Pensioner yura olmasa, notarial ishonchnoma yoki tegishli vakillik hujjatini rasmiylashtiring. Pensionerning roziligi, pul qayerga sarflanayotgani, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar uchun ishlatilayotgani oilada ham ochiq bo'lsin. Bu keyinchalik aka-uka, opa-singil o'rtasida nizo chiqishining oldini oladi. 9-qadam. Rasmiy manbalardan foydalaning. Rasmiy manbalarga vahimali xabar. Hammaning pensiyasi kesilar ekan degan ovozli xabar bilan xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasining rasmiy bo'limi My-Ekoguz orqali xizmatlar. Bankning rasmiy aloqa markazi, tuman hokimligi yoki ijtimoiy himoya organlari orqali tekshiring. Har bir xabarni tasdiqlang. Endi sarlavhadagi savolga aniq javob beraman. Kimning omadi kelmadi? Omadi kelmaganlar bu hujjatini yangilamagan. Nogironlik ko'rigini o'tkazib yuborgan, vafot etgan odamning kartasidan pul yechgan, soxta staj yoki noto'g'ri ma'lumot bilan pensiya rasmiylashtirgan, farzandi 12 yoshga kirgandan keyin o'qish ma'lumotnomasini topshirmagan, kartani begonalarga berib qo'ygan, manzil va shaxsiy ma'lumotlarini yangilamagan insonlardir. Yana bir toifa bor, o'z huquqini bilmaganlar. Chunki ba'zan pensiya noto'g'ri to'xtatilgan bo'lishi ham mumkin. Agar odam huquqini bilmasa, ariza yozmasa, sababini so'ramasa, u oylab pulini kutib yurishi mumkin. Lekin qonuniy, tartibli, hujjati joyida bo'lgan pensionerlar uchun bu tekshiruvlar qo'rqinchli emas. Aksincha, tizim tozalanishi kerak. Vafot etganlarga noqonuniy pul ketmasin. Soxta hujjat bilan pul olayotganlar aniqlansin. Haqiqiy ehtiyojmand va haqiqiy pensioner o'z vaqtida pulini olsin. Davlat mablag'i adolatli sarflansa, bu halol pensionerlarning manfaatiga ham xizmat qiladi. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya hammadan yoppasiga olib qo'yilmaydi, lekin ayrim holatlarda to'lov to'xtatilishi, qayta hisoblanishi yoki ortiqcha to'langan pul qaytarilishi mumkin. Eng ko'p xavf tug'diradigan holatlar hujjatlarning eskirishi, tibbiy ko'rik muddati, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasi, vafotdan keyingi to'lovlar, chet elda uzoq bo'lish, bank kartasidan boshqa odam foydalanishi va staj hujjatlaridagi xatolardir. Men sizga tavsiya qilaman, bugun hujjatlaringizni tekshiring, pensiya turini aniqlang. Bank kartangiz holatini ko'ring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bu videoni ularga tushuntiring. Chunki ko'p muammo aynan bilmaslik va kechikishdan kelib chiqadi. Sizning hududingizda ham pensiya to'xtagan, kamaygan yoki qayta hisoblangan holatlar bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing.
kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot bir pensionerni bo'lsa ham muammodan saqlab qolsa, demak foydasi katta bo'ladi.